Yana bir afsona katta futboldan ketyapti. Luka Modric rasman Real Madridni tark etadi. Axiyri Peres mana shu qarorga keldi. Yangi davrni, yangi erani yangi futbolchilari bilan qurmoqchi. Luka Modric 13 yil davomida Real sharafini himoya qildi. 27 yoshida Tottenhamdan keldi va klub tarixidagi eng sovrindor futbolchiga aylandi. 28 titul, 6 ta Chempionlar Ligasi, Oltin to'p, The Best, umuman klub tarixidagi eng yaxshi yarim himoyachilardan biri. Xorvatiyaning Zadar tog' etaklarida tug'ilgan va qo'y boqib katta bo'lgan Lukaning futbolchi bo'lishiga hech kim ishonmagan. U bolalikda nimjon bo'lgan, lekin tinimsiz mehnat va taqdir ilohiyning ishi uni mana shu darajaga olib chiqdi do'stlar. Futbol tarixidagi so'zsiz eng kuchli yarim himoyachilardan biri katta futbol sahnasidan pastga tushyapti. Ha, u bu yog'iga futbol o'ynaydi, Saudiya yoki MLS, bu yog' endi butunlay boshqa mavzu do'stlar.